Ömer seni ne jilattı dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sırtta bir jigit sonday jilap atır dedi. Onun jilaganin körüp yüregim ezilip ketdi dedi. Onun jilaganin körüp yüregim ezilip ketdi dedi. Alıp kirşi dedi. Alıp kirdi. Ne oldu dedi. Kınalarıma jilap atırmı dedi. Bizning ko'zimizdan jash chiqmay qolgan, yuragimiz o'lik bo'lib qolganda, ko'zimizdan may bosib qolganda, biz kunalarimizni ko'rmaydigan soqir bo'lib ketganimizda, biz ko'p kuletin bo'lib qolganimizda, sol uchun yurak o'lib qolgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, ko'p kulmanglar, ko'p kuluv yurakni o'ltiradi deydi. Eshitganimiz necha chet elning o'linglarida o'ling muzikalar odamning yuragini o'ltirib qo'yadi. Kunangni o'ylay olmaysan. Kunangni o'ylay olmay qolasan. Kunani o'ylab kunaga jilavda bu imanning bir belgisi. İmansız bo'lgandan keyin beting bittiya o'tiraveradi. Sen o'zingni o'ylay olmaysan bir maxluq robot qaynalib qolgansan.